Assalomu alaykum, hurmatli No'qat xabar Chimotot kanalining qatnashchilari. Bugungi birinchi kun 2023-yilning 13-fevral kuni biz No'qat shahrına keldik. Kurslar qanday o'tadigan bizlarni olsoy live post kommentida qo'yinglar. Aşağı yerdan ko'rishamiz. Ketdik anda. Hurmatli o'g'illar, biz hozir kompaniya banka keldik. Kompaniya bankada sizdan olsam 81 tin dollar, 93 so'm euro, 1.18 tinaga rubl. Hurmatli o'g'illar, rubl sal ko'tarilib qolibdi. Anadolu tuğanlar başka bankalara kettik. Tuğanlar biz Bakay Banka geldik. Bakay Banka sizden 81 tin dollar, 94 so'm euro, 1.18 tinaga rubl bulacaklar. Qaranızlar tuğanlar. 1.18 tinaga rubl. Qaranızlar tuğanlar. Tuğanlar Finka Banka geldik. Finka Bank'ta da sizden 81 tin dollar, 93 so'm euro, 1.18 tinaga rubl. Tuğanlar qaranızlar. Tuğanlar bulacaklar bir 17,5 rubl çıkaranızlar. 86,80 dolar, 93 so'm euro, 117,5 tinaga rubl çıkmoqda. Onda qaranızlar. Hurmatli tuğanlar, shunday No'qat Chimotot kanaliga qo'shishadi. Doimo omon bo'linglar, tinch bo'linglar. Qo'shishga sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh. Tinch bo'linglar.